ahmoqlik. Qo'shni maktablar haqiqatan ham shundaymi? Veb dramalarda ular shunday tasvirlangan, shunday emasmi? Sen o'sha men sevgan qizmisan? Ajoyib, menda kapalaklar bor. Mayli, men ham. Biz veb dramalar orqali sevgi haqida bilib olamiz. Biz qizlar o'rta maktabidan buyon do'stmiz. Bu safar bu orangutan. Yaxshi, to'xta. Biz asosan qizlar guruhida erkin edik. Ammo yomon tomoni shundaki, biz hech kimni bilmasdik. Salom. Eshitaman. Ozgina vaqtingni olsam maylimi? Men o'rta maktabda o'qiyman, shuning uchun do'stlashishga vaqtim yo'q, uzr so'rayman. Esini yegan. Men sendan qayoqqa borishingni so'ramoqchi edim. Bizga yigitlar yaqinlashmoqchi bo'lsa, ulardan tezda uzoqlashamiz. Salom, yaxshimisiz? Ha, Qaysi davlatga sayohatga borishni xohlaysan? yo'q, kerak emas. Voy, sendan hech narsa ketmaydi-ku. Qayoqqa borishingni ayt bo'ldi. Men Koreyani yaxshi ko'raman. Yoki biror kishi bizga yaqinlashganda biz qochib ketamiz. Biz 20 yil o'qidik. Keling biroz dam olaylik. Qizlar o'rta maktabi, qizlar litsey va ayollar universiteti. Biz 3 karra kombinatsiyaga erishdik. Bizga yana spirtli ichimlik keltirsangiz. Hey, bu umumiy uy haqida nima deb o'ylaysan? Chiroyli shundaymi? Nima haqida gapiryapsan? Bu yerga birgalikda deb yozdik. Hey, biz shu paytgacha qizlar bilan yashadik. Biz odamlar bilan yashay olmaymizmi? Yo'q, qila olmaymiz. Boshqa joyni top. Bu yer bizga to'g'ri kelmaydi. Sen juda sovuqsan. Mening ketish vaqtim keldi. Allaqachonmi? Ha, men klubim uchun orientatsiyaga borishim kerak. 70% erkaklar deb eshitgan. Bu juda noqulay eshitiladi. Xo'sh, sen bu yerda qolishing mumkin. Men ketdim. Xayr. Ayollar bilan ichish yaxshi. 버가 최고지. Star TV kanali uchun maxsus dublyaj qilindi. Bu juda achchiq ekan. Shunchaki iching. Voy, kim suji? Bu yerda nima qilyapsiz? Biz ozgina dam olgani keldik. Balki birga icharmiz. Qizlar, bu mening do'stim. Siz nima deb o'ylaysiz? Ular bizga qo'shilsa bo'ladimi? Yo'q, xohlamayman. Sizlarni bezovta qilmadikmi? Ha, biz yaxshimiz. Nega ular birdan bizga qo'shilishdi? Men o'zimni noqulay his qilyapman. Qani, hammamiz ichamiz? Soching boshqacha turmaydimi? Kirli qo'llaringni sochimdan ol. Menga yarashgan deb o'ylayapsanmi shuni? Qanday qilib u o'g'il bolalar bilan buncha qulay? Bo'ldi, taslimman. Salom. Men Wu Xiaobongman. Salom. Yaxshi, ichishni xohlaysanmi? Rahmat. Voy, nima qilyapsan? Men uzr so'rayman. Men o'zimni juda noqulay his qilyapman. Hamma bo'sh stakanlarni to'ldiring. Bu safar bu orangutan. Ay, sen juda kulgulisan, xuddi maymunga o'xshaysan. Senga nima bo'ldi? Qo'llaringiz juda katta ekan. 크구나. Ay, nima deyapsan? Qo'llaringiz juda issiq. Keyingi kun. Salom. Bongjuyi, qayerdasan? Qayerdaman? Men o'z xonamdaman. Kecha bir bola bilan bardan chiqib ketganingni eshitdim. Nima deyapsan? Nega meni yigit bilan ketarkanman? To'xtab tur. Uyg'ondingmi? Bu nima? Men senga fayl yubordim. Nima bu? Hey, yaxshimisan, Bongju?
Xudoyim, men nimalar qildim? Yo'q, to'xta. Yonimda o'tirgan qiz yo'qmidi? Agar xohlasang, Qiziqsangiz, ketamiz. biz qayoqqa ketyapmiz? Ikkalamiz. Mehmonxonaga. Yaxshi, bu menga yoqyapti. Sen menga haqiqatdan ham yoqib qolding. Unga yoqib qoldimmi? Men muammoga duch keldim. Shunday qilib, sen Vosyang Boing ismli bola bilan ichgansan va ikkingiz kafega borgansiz. Bu rasmni sen olganmisan? Men buni kecha qildim deb o'ylayman. Hey, tushunmadim nima? Sen u bilan uchrashishga rozi bo'lishing kerak. Sen qanaqa bema'ni gaplarni gapiryapsan? Siz qiziqqaningiz uchun birga borgansiz va bir-biringizni yoqtirishingizni Agar aytgansiz. xohlasang, ketamiz. Sen menga haqiqatdan ham yoqib qolding. Menimcha bu haqiqat, lekin Eshit. Biz har kuni bir-birimiznikiga tashrif buyuramiz. U biz dedi. Biz. Agar uchrashmasangiz har kuni ko'rishishingizga sabab bormi? Men haqman. yo'q, bunday emas. Shundaymi? Bongju uchrashayotganiga ishonmayman. Sen aqldan ozgansan. Men aqldan ozgan bo'lsam kerak. Men nima qildim? U rasmda juda chiroyli. Sen u bilan uchrashishing kerak. U bilan uchrash. Nima deyapsan? Jim bo'l. Hoy, u senga xabar yubordi. 17:00 da seni kutaman. Ey Xudoyim, sen u bilan uchrashishga rozi bo'lishing kerak. Yo'q, bosma. Nega javob yozmadi? Kechagi qizmi? Nima u fikridan qaytdimi? Nima qilyapsan? Star TV kanali uchun maxsus tayyorlandi. Men yashash uchun joy topishim kerak. Yashash uchun joyingiz bormi? Yashash uchun joy? Meni kafeyimni tepa qismi bo'sh. Umumiy uymi? Siz qayerda ovqatlanasiz? U joyda hamma narsa yetarli. Xohlasang borishing mumkin. Endi ketaylik. Ketaylikmi? Yaxshi, men hozir borib shartnoma imzolayman. Haqiqatdanmi? Ha? Yaxshi. Demak, sen shartnomaga qo'l qo'yding. Ha, albatta. Qoyil, menga yoqib qolding. Qulayliklari qanaqa ekan, senga yoqdimi? Birgalikda tahrir qilishmi? Bilmadim, yaxshi. Senga qoyil. Seni isming Bongjomi? Men ismimga o'xsharkan, bu Syo Bong. Rostdanmi? Ikkalamizning ismimizda Bong bor. Keling do'st bo'lamiz. Mayli, do'st bo'lamiz unda. Menga yoqyapti. Okey. Keling suratga tushamiz. Hozirmi? Siz ham har kuni birgamiz-ku. Bu biz do'st bo'lgan birinchi kunni nishonlash uchun edi. Hozir men yoningizga boraman. Voy, ehtiyot bo'l, nima qilyapsan? Shu paytgacha uxlamasa kerak-a? Balki seni taklifingni unutgandir. Yo'q, unaqa emas, o'qish boshlandi-ku. Yo'q. Bizning uyimiz yaxshi-ku. Aslida unchalik ham yaxshi joy emas. Tekinga yashagan joyingdan nolima. Tekin bo'lgani bilan 24 soat tozalayman. Dangasa, tekin yashaganingga shukr qil. Menimcha uxlayapti. Javob keldi. Qayerga borishim kerak? Agar shartnoma yoqmagan bo'lsa, uni olib qolish uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Men mast bo'lgan bo'lsam ham shunchaki birov bilan uchrasha olmayman. Men bu ishlarni tugatib chiqishim kerak. Kecha uyga eson-omon yetib oldingmi? Ha, yaxshi. Nega u meni ko'zimga qaramayapti? Haqiqatdan ham shartnomani bekor qilmoqchimi?
Nega u menga qarab turaveradi? Bu juda noqulay. Kecha juda mast edim. Unga ajrashishimiz kerakligini aytishim kerakmi? Aniq shartnomani bekor qilmoqchiligini aytmoqchi. Menga hamma narsani unutishimni aytmoqchimisan? Uzr so'rayman. Biz hamma narsani unuta olamizmi? Buni iloji yo'q. U men bilan ajrashmoqchi emasmi? Bunga yo'l qo'ymayman. Men bo'shxonani to'ldirmoqchiman. Sen meni hayajonlantiryapsan. Buni birdaniga aytishing noqulay bo'ldi. Bir-birimizni uchratganimizning birinchi kunidayoq buni qanday O'zing bilasiz? kecha aytding-ku, hamma sharoit menga yoqdi. Men mana shu joyda yashagim kelyapti deding. Men hech narsa demadim. Men aqlimni yo'qotyapmanmi? Men uning ko'rinishini yoqtiraman dedimmi? Menimcha kecha xona unga yoqqandi. Bunga shubha yo'q. Uzr so'rayman. Kecha aqldan ozgan bo'lsam kerak. Keling bularni unutaylik. Nima demoqchisan? Uyni yana ko'rsatsammikan? Mayli. Yana ozgina o'ylab ko'rishni xohlaysanmi? Nimani ko'rishimni xohlaysiz? Men senga o'zimni xonamni beraman. Nega men sizning uyingizga qarashim kerak? Chunki meni joyimda hamma qulayliklar mavjud. Eng katta xona, eng shinam xona. Nega u uyi bilan maqtanyapti? Yo'q, men buni ko'rishni xohlamayman. Men ketishim kerak. Hoy, ketishdan oldin xonani ko'rmaysanmi? Nega men bunday qilishim kerak? Meni joyim shinam deyapman. Xo'y, nima qilyapsiz? Nima qilyapsan? Oy, belim, ana u qiz meni itarib yubordi. Mana shu yangi ijarachimi? Men ijarachimanmi? 근데 여기 주인 아주머니는 안 계세요? 제가 집주인 대리예요. 야, 그러고 보니 연서 어때? 지연서라고 합니다. 네가 찾는 여자 긴 생머리에 얼굴도 하얗고. 오, 여기 너무 좋다. Siz men bilan bitim tuzmoqchimisiz? 딜?